Shu qismda siz 41-misoldan 50-misolgacha tahlillarni ko'rib chiqasiz. Demak, 41dan 50-misolgacha mohiyat mazmuni bir xil bo'lgan misollar, o'shuning uchun hammasini bitta qilib ishlaymiz. Diqqat bilan quloq soling, boshlaylik. 41. Ikki sonni 7 ga bo'lganda mos ravishda 3 va 5 qoldiq qoladi. Ikkita son bor ekan, demak, birinchi sonni biz 3 deb olsak bo'ladi, ikkinchi sonni esa 5 deb olsak bo'ladi. Nega? Chunki 3 ni 7 ga bo'lsak 3 qoldiq, 5 ni 7 ga bo'lsak ham 5 qoldiq. Kichkina son katta songa bo'lsa, o'sha qoldiqni o'zi bo'ladi. Endi savol, bu sonlar ko'paytmasi. Mana shu ikkita sonni ko'paytirsak, ya'ni 3 karra 5 15. O'sha 15 ni 7 ga bo'lganda qoldiq so'rayapti. Ikkitadan beramiz 14. Demak, bir qoldiq mana. Hozir 3 va 5 dan boshqa son olsangiz ham baribir qoldiq chiqadi. Ya'ni farqi yo'q. Necha son olishingizdan qat'iy nazar, faqat 7 ga bo'lganda birinchisi 3 qoldiq qolsa, ikkinchisi 5 qoldiq qolsin. Ko'paytirib 7 ga bo'lsangiz ham baribir mana shu javob chiqadi. Demak, 41 ga to'g'ri javob 1 qoldiq. 42. E'tibor qiling. Ikki sonni 8 ga bo'lganda mos ravishda 5 va 6 qoldiq qoladi. Demak, birinchi son 5, ikkinchi son 6 deb olsak bo'ladi. Ikkalasini ko'paytmasi. Endi ikkalasini ko'paytmasi deyapti. Ya'ni birinchi son 5, ikkinchi son 6 tanlab oldik. Ikkalasini ko'paytmasi. 5 kara 6 30. O'sha 30 ni 8 ga bo'lganda qoldiq so'rayapti bizda. 4 tadan emas, 3 tadan beramiz. Ayiramiz 24. Demak, 6 qoldiq ekan. Mana. Ko'rdingizmi? Oson, oson. Faqat qiziqsangiz bo'lmaydi matematika, tushunib ketasiz. Mana 43 ga qarang. Ikki sonni 9 ga bo'lganda mos ravishda 4 va 7. Demak, birinchi son 4, ikkinchi son 7 deb olish mumkin. Mana. Ikkalasini ko'paytmasi 28. O'sha 28 ni 9 ga bo'lganda qoldiq. 3 tadan beramiz, ayiramiz 27. Demak, 1 qoldiq ekan. 43-misol. Ko'rdingizmi? Oson. 44. Ikki sonni 10 ga bo'lganda mos ravishda 6 va 9 qoldiq qoladi. Demak, birinchi sonni 6 deng, ikkinchi sonni esa 9 deng. Endi ikkalasini kvadratlari yig'indisi. Kvadratlar yig'indisi degani 6 ni kvadrati qo'shib 9 ni kvadrati teng. 6 ni kvadrati 36, 9 kvadrat 81. Ikkalasini qo'shsak esa 97. O'sha 97 ni 10 ga bo'lganda qoldiq so'rayapti. 9 tadan ayiramiz 90. Demak, javob 7 qoldiq ekan. 44 ga. Ko'rdingiz? Mana shu oson misollar. Ozgina tushunishga harakat qilib, bir marta tushunmadingizmi, ikkinchi marta qayta ko'ring, 3 marta qayta ko'ring, nima demoqchi bo'lganimni tushunasiz. Har bir qismni qayta ko'rib chiqing, maslahatim, agar tushunmasangiz. 45. Ikki sonni 11 ga bo'lganda mos ravishda 5 va 2. Demak, birinchi sonni 5 deb olish mumkin, ikkinchi sonni esa 2 deb olish mumkin. Bu sonlar kvartlar yig'indisi 5 ni kvadrati qo'shib 2 ni kvadrati teng. 25 qo'shib 4, 29. O'sha 29 ni 11 ga bo'lish kerak. Nechtadan 2 tadan ayiramiz? 22, 7 qoldiq javob. Mana. Ko'rdingiz? Oson, juda oson. Xo'p, 46. Ikki sonni 9 ga bo'lganda mos ravishda 2 va 7. Demak, birinchi son 2, ikkinchi son 7 deb olsak bo'ladi. Kvadratlari yig'indisi mana. Demak, 4 qo'shuv 49, 53. Endi 53 ni 9 ga bo'lamiz. 5 tadan beramiz. 5 ga 9 45, ayirsak, demak, javob 8 qoldiq 46 ga. Ko'rdingiz? Ko'rdingizmi? Qanday oson. 47. Ikki sonni, bu ham xuddi shunaqa sharti. Birinchi son 2, ikkinchi son 4. Bu sonlar kublari deyapti. Endi 2 ni kubi qo'shib 4 ni kubi, 2 ni kubi 8, 4 ni kubi 64 qo'shsak 72. Endi o'sha 72 ni biz bo'lishimiz kerak 7 ga. 10 tadan beramiz, ayiramiz 70. Demak, 2 qoldiq ekan javob. Mana 47 ga. 48. Ikki sonni 8 ga bo'lganda, bu ham xuddi shunaqa savol. Birinchi son 1, ikkinchi son 3. Kublar yig'indisi 1 ni kubi qo'shib 3 ni kubi teng 1 qo'shib 27, 28 chiqadi. O'sha 28 ni 8 ga bo'lasiz. 3 tadan ayiramiz 24, demak 4 qoldiq javob. Ko'rdingizmi? Oson. 49. Ikki sonni 12 ga bo'lganda mos ravishda 5 va 6 qoldiq qoladi. Demak, birinchi son bu 5, ikkinchi son esa 6.
Kvartlar yig'indisi. 5 kvadrat qo'sh 6 kvadrat teng 25 qo'sh 36 qo'shsak 61. O'sha 61 ni 12 ga bo'lamiz. 5 tadan ayiramiz 60. 1 qoldiq javob. 1 qoldiq. Tushunarlimi? 49 ga. Va ushbu qismimizda yakuniy 50-misol. 2 sonni 11 ga bo'lganda mos ravishda 8 va 9, birinchi son 8, ikkinchi son 9. Kvadratlar yig'indisi 8 kvadrat qo'sh 9 kvadrat teng 64 qo'shib 81 teng 145. Mana. Endi o'sha 145 ni 11 ga bo'lib ber deyapti bizga. Qoldig'ini top deyapti. 14 ichida bittadan ayiramiz 11, 35 ichida 3 tadan ayiramiz 33. Demak 2 qoldiq ekan. Mana. Yakuniy misolga agar adashmagan bo'lsak hisob-kitobda 2 qoldiq. Ko'rdingizmi? Bitta tekshirib qo'yamiz. Mana bu yerda adashibmiz, so'z o'yinida chalg'ibmiz. Nimaga? Chunki savol unaqa demayapti. Savol 49 da ham unaqa demayapti ekan. Lekin javob bir xil chiqibdi. 49 ham unaqa emas. Bu to'g'ri. Mana. Qarang, sonni topganimiz bilan yig'indini kvadrati deyapti. Yig'indini kvadrati nima degan desa, 5 ga 6 ni qo'shamiz. Keyin kartga o'tiramiz. 11 ni kvadrati 121. O'sha 121 ni 12 ga bo'lamiz. 10 tadan ayiramiz 120, 1 qoldiq. 50-misolda ham xuddi shunaqa deyapti. Yig'indisini kvadrat. Yig'inda degan ikkalasini qo'shamiz, keyin kartga o'tiramiz. 17 ni kvadrati bu 289. Endi o'sha 289 ni 11 ga bo'lish kerak. 28 ichida bittadan ayiramiz, 2 tadan 22, 69 ichida 6 tadan ayiramiz 66. Demak 3 qoldiq ekan. Ko'rdingiz? Bu 50-misol. Har bir savolni oxirigacha o'qing, shunda menga o'xshab mana shunday xatolar qilmasdan ishlaysiz. Mana. Shu bilan ushbu qism ham o'z yakuniga yetdi.